kechki vaqtda kerak bo'lsa 2 barobar ko'paytiriladi. Magar odamlar kechqurun aylanadi. Navbatda kameralarni qo'yishlari kerak. Integratsiyalashtirish kerak. Qilindimi, qilinmadimi hozir? Integratsiya bo'lyapti, 70%. Sal odam ko'proq, gavjumroq. Lekin biz profilaktikani kuchaytirdik. Mana iyul oyidan beri bironta jinoyat bo'lmadi. Bizga va'da beraman. 9 oyda biz buni sariq qilib chiqamiz. Qilaman desa ham qila olmasligi kerak. Biz bosh bo'lamiz. Milliy gvardiya qo'mondoni fevral oyining boshida mahallalarga tashrif buyurib, mahallani raqamlashtirish, kameralar o'rnatish, tungi chiroqlarni yoritish bo'yicha mas'ullarga vazifalar berilgandi. Hozirgi kunda bu vazifalar o'z samarasini beryapti. Jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha samarali ishlar olib borildi. Mana chiqargansa-yu, bossa Milliy gvardiya. Shuki bir ikki joyga qo'yib berishsin, mana shu mashinalar to'g'risida urushib, bir-biri bilan talashayotganda bir nima sindirib qo'yib berishsin. Umuman muammo bo'lmaydi, ertaga axborot beramiz. Odamlar mana qizlaringiz, bolalaringiz, nevaralar bemalol yuradi. Plashatkalarimiz bor. Kichkina kechasi 11 da ham, 12 da ham magazinga chiqadi. yorug'lik, mana Yorug'liklar hammasi yaxshi. Hamma narsamiz bor. Tan joniga sog'lik. Nafaqat kunduz kunlari, tunlarda ham bemalol chiqib, bolalarimiz bilan hordiq chiqaramiz. Biz yosh kattalarga, ota-onalarga bundan boshqa yana nima kerak? Ana shunday shart-sharoitlar yaratib bergan prezidentimizga ming rahmat.